Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu savmi an Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan naql qilingan kelgan ro'zaning boblari. Savmun, ro'za. Bu forscha kalima ro'za. Ruz degani kun degani. Ro'za degani kunlik degani. Arabchasiga imsak. O'zbekchasiga o'zini tiymoq degani. O'zini tiymoq. Shar'iy ma'nosi al-imsaku anit ta'ami vash-sharabi wal-jima' naharan ma'a niyyati min al-fajr ila al-ghurub. Tongdan shomgacha kunduzida niyat bilan yemoqdan, ichmoqdan va jimodan o'zini tiyishlik ro'za deb ataladi, savm deb ataladi. Babu ma jaa fi fadli shahri Ramazon. Ramazon oyining fazilati to'g'risida kelgan hadislarning bobi. Va Termiziy fazilatdan boshlayaptilar. Bilasizlar, mana ro'za farz Ramazon oyida farz qilingan. Ramazon bashi oyning ismidir. Ramazon degani yondirdi degani, kuydirdi degani. Ramazon degani yondirmoq, kuydirmoq degani. Issiqdan kuyib ketgan qora toshlarni ham ramda deyiladi. Kuygan toshlar. Ramazon oyi nimaga Ramazon deyilyapti? Inson ro'za tutadi, ro'za tutgandan keyin uni nafsi yonadi. Nafsiga bir tarbiya bo'ladi va undagi butun zarar narsalar yonib ketadi, erib ketadi. Unga ham diniy tarafdan, ham dunyoviy tarafdan juda katta foyda bo'ladi. Ham gunohlari yonib ketadi, gunohlardan poklanadi. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله وتقاو من النار وذلك كل ليلة. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Bu kishi aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lganida shaytonlar va jinlarning eng yomoni kishanlanadi. Suffidat degani kishanlanadi. Kishanni bilasizlar, ko'pincha ya'ni kishan bir temir halqa bo'ladi-da, bo'yinga yo beliga yoki oyog'iga, qo'liga solinadi. Ko'pincha bo'yniga solinadigan-da kishan deyiladi. Zanjir boshqa bilasizlar, yani zanjir. Bu yerda hozir zanjirlanadi demayapti, kishanlanadi deyapti. Kishan zanjirdan ko'ra mustahkamroq bo'ladi. Eng mustahkam shaklda bog'lanyapti bular. Shaytonlar va jinlarning eng yomoni. Va jahannamning darvozalari berkiladi va ulardan birortasi ochilmaydi. Jannatning darvozalari ochiladi va birortasi berkilmaydi. Va nido qiluvchi nido qiladiki, ey yaxshilikni talab qiluvchi, yuzlangin. Ya'ni Allohga yuzlangin, Allohga kelgin, yaxshi amallarga kelgin, shoshilgin deydi. Ey yomonlikni talab qiluvchi, aqsir, o'zingni tiygin deydi. Gunohlardan o'zingni tiygin deydi. Va Alloh uchun jahannamdan ozod bo'lgan kishilar bo'ladi. Bu narsa har kechasi bo'ladi. Har kecha Alloh taolo jahannamdan o'zi xohlaganicha qullarini ozod qiladi, gunohlarini kechirib. Termiziy aytdilar, bu bobda Abdurrahman bin Avfdan, Ibn Mas'uddan va Salmondan hadislar bor. Mana Ramazon oyi shunchalik barokatliki, Alloh taolo Ramazonda shaytonlarni bog'lab qo'yapti. Nimaga? Toki mu'min qullar xotirjam ibodat qilsin deb. Shuning uchun bilasizlar, ro'za namozdan ko'ra qiyinroq bir ibodat. Lekin namoz o'qimasdan yurgan insonlarni ham qarasangiz, Ramazonda ro'za tutib qoladi ular. Va kuniga 5 vaqt namoz o'qiy olmay turgan odamlar, qarasangiz kuniga 5 vaqt namoz ham o'qishadi, kechasi tarovehni ham o'qishadi 20 rakat. Qarang. Nimaga? Chunki Ramazon oyining o'zining bir xususiyati bor. Ramazonning barakatidan bu.
Va ko'pchilik odamlar yomon qiliqlarini shu Ramazonda tashlaydi, o'zini isloh qilib oladi. Lekin albatta ba'zan yana bo'lib turadi. Shuni avomlar ko'p so'raydi mendan. Ramazonda shaytonlar bog'lanadi deyiladi. Lekin biz qaraymizki, xususan o'zbeklar Ramazonda ham shu janjal qilgan, fitna qilgan, urush, ursur. Bu nima gap bu? Shaytonlar bog'lanadi derdi. Men ularga aytamanki, mana shu yerda shaytonga sizlarni tuhmat qilishlaringiz bilinib qoladi. Bu Ramazondan boshqasida sizlar ham ish qilasizlarda, shayton badbaxt aldadida, vasvasa qildida, bizni urishtirdida, meni gunohkor qildida deysizlar. Mana Ramazonda shaytonga bog'langan. Demakki, jinoyatni o'zingiz qilasizlarda shaytonga ontarib qo'yasizlar. Shaytonga tuhmat qilib. Shayton ham yoqasini ushlab qoladi hayron bo'lib. Va haqiqatan ham shundayki, shaytonlar albatta bog'lanadi. Lekin Ramazonda yana gunohiga davom etib turganlar, demakki uning nafsi xabis, razil bir nafsi bor. Va bu gunohlariga odat bo'lib qolgan, singib ketgan uni badaniga. Yoki uni atrofida insondan bo'lgan shaytonlar borki, uni vasvasa qilib qo'ymayapti. Alloh taolo jindan bo'lgan shaytonlarni bog'lab qo'yadi. Unga shak yo'q. Jahannamning darvozalari berkilyapti. Allohning marhamatini qarang. Sizni jahannamga ketishingizni xohlamayapti. Jannatning darvozalari ochilyapti. Ba'zi boshqa hadislarda jannat nihoyatda ziynatlanadi. Va nido qiluvchi chaqiryapti, sizni qarang, buyruq qilyapti. Ey yaxshilikni talab qiladigan kelgin deyapti, yuzlangin deyapti. Kel mana amal qilgin deyapti. Amalni vaqti. Va Alloh taolo Ramazonning barakatini bilgan va Ramazonni g'animat bilgan kishilarni ozod qilaveradi jahannamdan. Ramazon shunchalik bir fazilatli oydir. حدثنا هناد حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. أبو هريرة رضي الله عنه dan rivoyat qilinib, bu kishi aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, kimiki Ramazon oyida roza tutsa va qomahu roza Ramazonda qoyim bo'lsa, iymon keltirgan va ihtisob qilgan holatda, ya'ni shu rozasiga va kechalari qoyim bo'lishlik masalasiga iymon keltirib, Allohga iymon keltirgan holatda bo'lsa, aniq ishongan holatda bo'lsa va shirk kufr keltirmagan holatda bo'lsa, ihtisoban degani savobini hisoblagan holatda, Allohdan savobini umid qilgan holatda qilsa, insonlarga riyokorlik uchun emas, odamlar nima deydi deb odamlardan qo'rqqanligi uchun emas, dunyoviy maqsadda emas, faqatgina Alloh rizosi uchun qilsa, uni gunohlardan o'tganlarning hammasi kechiriladi. Qarang. O'tgan gunohlaringiz hammasi kechirilyapti. Ramazonda yuvilyapsiz mana. Shuning uchun Alloh taolo sizni jahannamdan ozod qilyapti. Va kimiki Qadr kechasida iymon keltirgan va ihtisob holatda tursa, iymon bilan ihtisob aytilindi. Uni ham o'tgan gunohlarning hammasi kechiriladi deyaptilar. Hamma gunohlaringiz kechiriladi. Bu sahih hadisdir. Abu Aysa Termiziy aytdilarki, Abu Hurayraning hadisi, ya'ni shu Abu Bakr bin Ayyoshning rivoyat qilgan hadisi. Bu g'arib hadisdir. Uni biz Abu Bakr bin Ayyoshdan va Amashdan, Abu Solih u kishi Abu Hurayradan keltirganini bilmaymiz, faqatgina shu Abu Bakrning hadisidan bilamiz xolos. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث قال محمد وهذا صح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. Termiziy aytibdilar, men Muhammad bin Ismoil Buxoriydan shu hadisni so'radim. Aytdiki, bizga Hasan bin Rabi' aytib berdi. Hasan aytibdi, bizga Abu al-Ahwas aytib berdi Amashdan, Amash Mujahiddan, ya'ni shu Ramazon oyidan birinchi kecha bo'lganda degan so'zdi va hadisni zikr qildi. Va Imom Muhammad Buxoriy aytdilarki, bu hadis meni nazdimda Abu Bakr bin Ayyoshning hadisidan ko'ra sahihroqdir dedilar.